uchta DNK 5-masalamiz. Uchta DNK molekulasi mavjud bo'lib, ular tarkibidagi vodorod bog'lar va fosfodifil bog'lar farqi xuddi 1, 4, 5 nisbatda ekanligi ma'lum. Uchala DNK molekulasi tarkibidagi guanin va sitozin nukleotid orasidagi vodorod bog'lar, ya'ni 2194 ta vodorod bog' mavjud. Quyidagi savolga javob bering debdi. Bizda 3 xil DNKmiz bor. Mana adenin, timin, guanin va sitozin. Mana bu ikkinchi DNKmiz. Adenin, timin, guanin va sitozin. Bu uchinchi DNKmiz mana. Adenin, timin, guanin va sitozin. Endi ulardagi bizda fosfodifil vodorod bog'lar farqi berilgan. Nisbatda 1, 4, 5 nisbat. Endi ulardan foydalanib ketishimiz kerak. Bizda ma'lumot asosi bor, ya'ni 294. Ya'ni 3-chi DNKmizda guanin va sitozin nukleotid orasidagi vodorod bog'lar. Guanin va sitozin orasidagi vodorod bog'larimiz demak 294 ta bo'lsa, 94 ni bo'lib yuboramiz 3 ga. Bizda guanin va sitozin soni kelib chiqadi. Demak 294 ni bo'lib yuboramiz 3 ga. 98 ta ekan mana. 98 ta. 98 ta guanin bormi? Demak bizda endi mana bu yerda qoidamiz bor. O'shanga asos qotadi. Boyagidek xuddi vodorod bog'lardan ayirib yuboramiz. Nukleotid soni, demak, guanin soni kelib chiqishi kerak edi. Lekin bizda fosfodifil nisbat berganligi uchun fosfodifildan ketamiz. Vodorod bog'larni ayiramiz. Fosfodifilni bilamiz, fosfodifil bog'lar ikkitaga kam bo'ladi. Teng bo'ladi guanin bilan. Mana shuni yozib qo'yamiz. Endi guanin soni ma'lum. Guanin soni buni minus plus o'tganligi uchun bu yoqqa plus o'tadi. Mana shuni. Hozir o'shani o'chirib qo'ya qolaylik-da. Demak, uni tenglashtirib olamiz. Teng bo'ladi fosfodifil guanin plus 2 qilib olamiz. Endi bizda guanin soni bor. Demak 98, unga qo'shib yuborsak 1, 2 ni. Demak 100 kelib chiqar ekan mana. Nisbatdan endi foydalanib ketamiz. Bunda nisbatimiz farqi, ya'ni guanin bilan vodorod bog'lari va fosfodifil bog'lar farqi 1 ga. Birinchi dengamizda, ikkinchi dengamizda 4 ga, uchinchi dengamizda 5 ga teng edi. Endi farq kelib chiqdi. Bizda uchinchi dengamizda bor ekan 100 ekan. To'rtinchi dengamizda qancha bo'ladi? Demak, adashmasam 8 son bo'lgan. Mana bundaychi. Bunda esa 20 ta bo'lgan mana. Bu shunchaki farqlar kelib chiqdi. Endi bizda guanin soniga o'tishimiz uchun undan 2 ni ayirib olishimiz kerak. Demak 18 ta guanin, 18 ta guanin birinchi dengamizda, ikkinchi dengamizda 78 ta guanin, uchinchi dengamizda esa 98 ta o'zi ma'lum. Endi birinchi dengamizda yozib olamiz 18 ta. 18 ta guanin bor ekan mana. 18 ta guanin. Bunda esa 78 ta. Bunda esa 98 ta ma'lum. Endi quyidagi savol javob bering debdi. A savolimizda so'ralgan, A javob beradigan bo'lsak, jami guanin va sitozin molekulasi orasidagi vodorod bog'lar sonini toping deb. Umumiy guanin va sitozin sonini qo'shib chiqamiz. Guaninlar soni 18 plus 78 plus 98 yig'indisi bizda necha? Ya'ni umumiy guaninlar soni 8 plus 98 plus 18 194. 194. Endi uni 3 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, orasidagi vodorod bog'lar kelib chiqadi. Ko'paytiramiz 3 ga. Demak 582 kelib chiqdi. Uchala dengamizdagi guanin va sitozin orasidagi vodorod bog'lar soni 584. 582. Mana bu birinchi A savolimiz javobi. Bu B savolimizga endi so'ralgan birinchi DNK tarkibidagi guanin nukleotlari ikkinchi DNK tarkibidagi sitozin nukleotlari sonidan qancha kam debdi. Birinchi DNKmizdagi guaninlarimiz 18 ta edi. Ikkinchi DNKmizdagi sitozinlar soni ham 78 ta ekan. 78 ta. Qancha nechtaga kam deyapti? Nechtaga deyman? Qanchaga kam deyapti. Bu degani 78 ni ayirib yuboramiz 18 dan. 18 teng kelib chiqadi bizda 60. Mana bu bizning ikkinchi so'ralgan javobimiz.
Bu bizga S javobimiz to'g'ri kelar ekan.